Bugungi kunda Paxtakor tumanida aholi uchun qulay va zamonaviy infratuzilmani yaratish maqsadida keng ko'lamli bunyodkorlik ishlari amalga oshirilmoqda. Xususan, tuman hududidagi Ekobozor ro'parasida joylashgan ichki yo'lda asfalt qoplamasi yotqizish ishlari izchil davom ettirilmoqda. Mazkur hududda olib borilayotgan qurilish ta'mirlash ishlari munosabati bilan transport harakati vaqtincha cheklangan. Shunga qaramasdan, tuman yo'llardan foydalanish davlat muassasasi ishchi xodimlari tomonidan ishlar yuqori sur'at va sifat bilan amalga oshirilmoqda. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, yo'l qurilishi barcha belgilangan texnik me'yor va talablar asosida olib borilmoqda. Ushbu loyiha nafaqat hudud aholisi uchun qulaylik yaratadi, balki tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish, transport qatnovini yanada yaxshilash hamda yo'l harakati xavfsizligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga mutasaddilar haydovchi va piyodalardan mazkur hududda ehtiyotkorlikni kuchaytirishni, vaqtinchalik noqulayliklarga esa tushunish bilan yondashishni so'ramoqda. Ta'kidlash joizki, bunday bunyodkorlik ishlari Paxtakor tumanining zamonaviy qiyofasini shakllantirish, infratuzilmani yanada rivojlantirish va aholi turmush sifatini oshirishga xizmat qiladi.